Rayhon Imomova 2004-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 2022-yil 18 yoshida hali maktabni bitirishga ham ulgurmagan edi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti 21-son ayollar koloniyasida muddatini o'tayapti. Sabab esa Rayhon qo'lidagi pichoq bilan o'zi istamagan holda jahl ta'sirida 18 yoshli dugonasini o'ldirib qo'ygan. Uning oppoq orzulari 10 yilga chil-parchin. Hayot so'qmog'ida adashdim yomon. Iltimos to'g'ri yo'l ko'rsating do'stlar. Muhabbat neligin bilmasman hamon. Menga ham yashashni o'rgating do'stlar. Hayot so'qmog'ida adashdim yomon. Iltimos to'g'ri yo'l ko'rsating do'stlar. Muhabbat neligin bilmasman hamon. Menga ham yashashni o'rgating do'stlar. Bahor kutib qalbim charchar kuzlardan. Men emasman bag'ri qattiq muzlardan. Farqim yo'q-ku axir mening sizlardan. Menga ham yashashni o'rgating do'stlar. Qilmasa ham menga muhabbat, jafo tirnasa ham qalbimni faqat. Men uchun dunyoni aylamang zulmat. Menga ham yashashni o'rgating do'stlar. Vafo qilmasa ham menga muhabbat, jafo tirnasa ham qalbimni faqat. Men uchun dunyoni aylamang zulmat. Menga ham yashashni o'rgating do'stlar. Hayot nedir mazmunini bilayin. Men ham suyib qora sochlar silayin. O'rgatsangiz sizga baxtlar tilayin. Menga ham yashashni o'rgating do'stlar. Hayot nedir mazmunini bilayin. Men ham suyib qora sochlar silayin. O'rgatsangiz sizga baxtlar tilayin. Menga ham yashashni o'rgating do'stlar.
ozodlik, erkinlik, bunchalar ham totlisan, go'zalsan. Millionlab ayollar hozir baxtli, balki o'zlari buni his qilmayotgandirlar. Mahkumalar esa buni tushundi deb umid qilamiz.